Do'stlar, Kalinskiga kelganmiz. Malenkiy strana bog'chani hamma biladi. Shundoqqina yo'lda bo'yidan 50 metrgina ichkarida. Hudud juda ham zo'r joyda joylashgan. Shundoqqina yo'lda bo'yiga yaqingina komfortli hudud. Shundoqqina mana orqamdagi chiroyli binodan sotuvga uy chiqmoqda, juda ham yaxshi holatda. Bizga obuna bo'ling, uyda olib chiqib ko'rsatamiz. Do'stlar, lokatsiyani ko'rdinglar, juda ham zo'r joyda joylashgan. 4 qavatli plus mansarda mavjud. Mansardaga ham plita bosilgan, 4-5 qavat desa ham bo'laveradi. Xo'p, tashqaridan kirish qismlari, koridor qarang, juda ham chiroyli holatda, g'ishta bo'lgan 100%. Remontlari ham juda ham yaxshi turibdi. Va birin-ketin xonalar joylashgan. Mana bu birinchi xonasini kirishda ro'parada. Ko'rishingiz mumkin. Holatlari juda ham yaxshi holatda. Va o'zini ikki tomonga qaragan, ya'ni skvoznak desa ham bo'ladi. Xohlasangiz ko'cha taraf, xohlasangiz devor tarafni ko'rishingiz mumkin. Holatlari juda ham yaxshi holatda, ko'rib turgan mebellaring qoldiriladi. Isitish tizimi ham juda ham yaxshi. Bilasizlar, komfortli hudud. Bu yerga mana kiyim ilishga joylargacha qilib qo'yishgan. Bu yerda umumiy sanuzel mavjud. Birinchisi, ya'ni ko'rishingiz mumkin, kafellar qilingan, batareykalar qo'yilgan, holatlari yaxshi holatda. Pastda ikkita, tepada ikkita xonasi mavjud. Bu ikkinchi xonasi, mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli holatda. Patologlari ham balandgina. Bemalol katta oilalar uchun juda ham qulay variant, maza qilib yashaydigan kvartira. Tomoni mana oshxona qismlari, kattagina oshxona jihozlari o'rnatilgan, qoldiriladi. Faqatgina texnikalar olib chiqib ketiladi, qolgan jihozlar esa qoldiriladi. Romlar, akfaromlarda to'rtkonturli kotel orqali butun uy isitish tizimi bilan ta'minlangan. To'g'rida mana ko'rishingiz mumkin, kladovka qilib qo'yishgan. U yerga ham ancha-muncha narsa sig'ib ketadi. Endi esa ikkinchi qavatda ko'rib chiqamiz. Mana ikkinchi qavatga ham chiqib oldik. Mana keyingina hol qismlari va bu tomonda o'ngda birinchi xonasi. Remontlarni ham ko'rib turibsizlar, yaxshi holatda. Faqat mana shu ikkita xona kosmetik holatda, ya'ni aboy qilinmagan holatda. Bitta aboy qilsangiz muammo yo'q. Juda ham mana xonalari ham katta-katta, batareykalar bu yerga ham o'rnatilgan. Ko'rishingiz mumkin, mana istiqbol qilingan joylari mavjud. Mana bu tomonda ikkinchi sanuzel, mana tepadagi sanuzelini ko'rishingiz mumkin. Juda ham katta, joydan вообще muammosi yo'q. 150 kvadrat maydonga kvartira. Mana bu spalnini qarang. Juda ham katta-yu. Yashayveradigan joyi. Bu yerda ham jihozlari qoldiriladi. Juda ham yaxshi holatda. Do'stlar, pastda 75, tepada 75, 150 kvadrat maydonga kvartira. Kalinskining eng zo'r lokatsiyasi, do'stlar. Novostroyka dom. Narxi esa $70,000 baholanyapti. Albatta, kamroq qiziqqanlar bo'lsa, quyidagi raqamga aloqaga chiqa olasizlar. Bizga obuna bo'ling, sizlarga bundan ham zo'rlarni ilishda davom etamiz.